turpoq bor, shetga sakraymikin deb o'ylab turibman. Biza Farg'onada obyektimizni bitkazdik, ko'rishingiz mumkin. O'ta ideal holatda bitkazdik. Tunukalar ishlari bugun tugadi, xudo xolasa. O'ta ideal holatda bitkazib qo'ydik. Kvadrat masalasiga keladigan bo'lsa, hamma 600 kvadrat, 500 kvadrat ikkinchi videodan keyin shunaqa taxminlab berdi. Bu yerga biza 750 kvadrat tunuka olganmiz. 753 mi shunaqada примерно. İşimizga bitta bozor qo'ysizlar. Hammasi muammosiz bitdi. Ton masalasi muammosiz bitdi. Faqatgina bitta muammo qoldi. Men qayerdan tushaman endi? Hozir eng oxir har doim o'zim tushaman. Ish oxirida. Doim mana bunaqa joylarda arka bo'lardi yoki uchburchak bo'lardi, shetdan tushardim. Bu safar bu tomda hech qanaqa ochiq joy yo'q. Hammasi shunaqa tikka joy. Bu yog'i o'ta baland joyda. Variantlar bor. Mana bu yerda turpoq bor, shetga sakraymikin deb o'ylab turibman.